Yo'q, Vasya unaqa yomon bola emas-ku. Men unga har doim yordam berganman, qarashganman, pul berganman. Qanaqa pul? Dollardami, so'mdami? Nech pul bergansiz? Bir marta $500 oldi. Xotinim kasal dedi. Ikkinchi marta uyga, bozorga $200 berdim. Sizni aldabdi. Uni xotini yo'q. U bo'ydoq-ku. Sizni loq qildi. Sizni chuv tushirgan. Attang. Yaxshi insonlarni aldaydiganlar ko'payib ketdi. Mayli, nima bo'lsa bo'lar, qo'ying. Topiladi shu pulam. O'zingiz sog'ligingiz yaxshimi? Tuzib bo'lib qoldingizmi? Sog' joyingiz qolmabdi-yu. Boshim qiyshaydi. Sochim sindi. Tirnoqlarim yiqildi. Hamma yog'im og'riyapti. Burnim, hammasi. Nafas ololmayapman. Bir o'zingiz bitta nima qilasiz? Sizga yaxshi sog'lom parvarish kerak. Qarash kerak. Nima qilamiz ekan? Men o'rganib ketganman shu sharoitga. Kichkina yoshligimdan beri bunaqa xo'rliklarga chidab kelib, hammasiga ko'nikib ketganman. Men yetimcha yetti-kulcha nima ham qilardim. Amalliymanda endi asalcham. Asalcham dedingizmi? Uzr. O'zimga yaqin ovorimman-da. Umrimda bitta ham ayolga unaqa shirin, iliq muomalada bo'lmaganman. Joni. Sizni bu ahvolda tashlab ketishga meni vicdonim yo'l qo'ymayapti. Nima ham qilardi u? Mayli. Tanishganimizga 1 oy bo'ldi. Siz menga yaqinlarim qilmagan yaxshilikni qildingiz. Nima qildimmi? Siz menga juda ham ko'p yaxshilik qilgansiz. Bittasi kashlogimni qilib berdingiz. Bir tiyinni olmasdan. Boshqa bo'lganda olib ketgan bo'lardi. Endi men yoshligimdan halol inson bo'lganman. Hech kimning pulini olmaganman, o'g'rilik qilmaganman, yolg'on gapirmaganman. Men sizni o'zim olib ketaman uyimga. O'zim qarayman. O'zim parvarish qilaman. Nima deysiz? Qanaqa bo'larkan endi? Men umrimda ayolli uyga kirmaganman-da. Qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi? Xijolat bo'lmang. Ketdik.